Aziz obunachilar, bizning yurtimizda ko'p farzandlilik bu odatiy tus bo'lganligi sababli ayollarimizni, mana shu farzandlarimizni emizgandan keyin ko'krak sut bezlarida o'sishlar kelib chiqadi. Bu o'z holida bel hamda ko'krak qafasidagi og'irlik hisobiga og'riqlar keltirib chiqaradi. Bo'yin sohasida og'riqlar keltirib chiqaradi. Vaholanki ayollar bu muammodan qutulish maqsadida ko'kraklarni kichraytirish amaliyotini o'tkazishga majbur. Ya'ni reduksion mamoplastika. Va juda ko'p savollar tushadi, operatsiyadan keyin qancha vaqtda jarohat bitadi deb. Jarohat normada 10-12 kunda bitadi. Ya'ni bu operatsiyadan keyin, ya'ni reduksion mamoplastikadan keyin albatta posle operatsion korset taqishlari shart. 1 oy davomida bu korset o'sha jarohat ochilib ketmasligi uchun bizga обязательно kerak. Hamda ko'kraklarni simmetrik holda bitish uchun ham ancha yordam beradi. Albatta bizning klinikamiz ustunligi shundaki, har bir murojaat qilib kelgan patsientni operatsiyagacha bo'lgan holatidan to to'liq sog'ayib ketgunicha, ya'ni reabilitatsiya davrida o'zimizning nazoratimiz ostida bo'ladi. Albatta agar sizda ham shunaqa operatsiyaga ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa va istak xohish bo'ladigan bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qilinglar. Sizlarga maksimal darajada operatsiyalarni o'tkazib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.